ishlaysiz, imoratni baquvvatroq qilasiz, farzandlarim qiynalmasin, farzandlarimga bir narsa qoldiray deysiz. Birodar, 30 yil oldin nimangiz bor edi? Hech narsangiz yo'q edi. 50 yil oldin nimangiz bor edi? Hech narsangiz yo'q edi. Berdimi sizga Xudo? Berdimi? Mashinani ham, uyni ham, orzu havasni ham, mansabni ham berdimi? Siz o'ylaysizki, sizni nevarangizni, sizni o'g'lingizni Xudo unutadimi? Unga yarasha o'zini nasibasini beradi, birodar. Shuning uchun ibodatni qiling, Xudodan so'rang, farzandlaringizni ilmli qiling, Alloh taolo sizni